Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan navbatdagi amaliy tadbir o'tkazildi. Unda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi hamda Andijon viloyati prokuraturasi mas'ullari ishtirok etib, profilaktika inspektorlari hamda inspektor psixologlar uchun o'quv seminari tashkil etildi. Seminarda qonun normalarini to'g'ri qo'llash, ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlarni ko'rib chiqishda yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklar atroflicha muhokama qilindi. Mutaxassislar tomonidan sohaga oid dolzarb masalalar yuzasidan aniq tavsiyalar berildi. Amaliyotda uchrayotgan huquqiy xato va kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, tadbirda profilaktika inspektorlari va inspektor psixologlar faoliyatida aholi bilan bevosita ishlash, murojaatlarni o'z vaqtida ko'rib chiqish, huquqiy tushuntirishlar berishda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash muhim ekanligi ta'kidlandi. Seminar davomida xodimlar o'zlarini qiziqtirayotgan turli masalalar yuzasidan savollar bilan murojaat qilishib, ularga atroflicha javoblar oldilar. Tashkil etilgan o'quv seminari ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlarni ko'rib chiqishda yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish hamda joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi.